Odatda boradigan joylarga hech ham ogohlantirishsiz kelaman. Salib keting jonim. Ayni damda biz Mirzo Ulug'bek tumanidagi 8-oilaviy poliklinikaga yetib keldik. Bir onaxonga keluvdik. Yoshlari juda katta, harakatlari sal cheklangan. Endi bu yerda tahsil olayotgan bolalar bunaqa xavf ostida bo'ladigan bo'lsa, demak ishlashimiz kerak. Mana shu naryoq tomonidan loppa deb devor tushib ketdim o'rtada. Bugungi kunda bu maktab o'sha qarorga kiritilsa-yu, uni ijrosi yo'q. Datchik ichiga havo kirib qolgani hisobiga mana bunaqa liniyani ko'ryapsizmi? Ishimiz sifatsiz. Har bir hududga imенно shuni olib borganimiz, bu davlat byudjetini samarasiz taqsimlagan bo'lmaymizmi? Endi kuchli jarayon boshlanadi. Deputat deganda ko'pchilikning ko'z oldiga parlament minbari, qonunlar va rasmiy yig'ilishlar keladi. Ammo deputatning kundalik hayoti qanday kechadi? U odamlar muammosini qanday tinglaydi va qanday qarorlar qabul qiladi? Assalomu alaykum. Bu deputat bilan bir kun loyihasi va doimgidek biz qahramonimizning ruxsatlari bilan ularga kun davomida hamrohlik qilamiz. Ularning ishlari, uchrashuvlari va oddiy odamlar bilan muloqotlarni birgalikda kuzatamiz. Ha aytgancha, bizda hech qanday ssenariylar va kelishuvlar yo'q. Tasvirga olish jarayonlariga xolis kirishamiz va barcha voqealarni boricha sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Sevara opa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Maylimi shu mikrofonni sizga taqib tursam? Tinchlikmi? Bir daqiqa. Hozir sizga tushuntiraman. Sevara opa, xabaringiz bor. Deputat bilan bir kun loyihasi doirasida biz deputatlarimizga kun davomida ijodiy jamoamiz bilan birgalikda hamrohlik qilib, ularni ish faoliyatlarini yoritamiz. Bu safar sizni qahramon sifatida tanlagan edik va agar qarshi bo'lmasangiz, sizga kun davomida hamrohlik qilib, faoliyatingiz bilan yaqindan tanishmoqchi edik. To'g'ri. Tanlaganingiz uchun rahmat, ishonch uchun. Agar deputat kim degan savolga va uning faoliyati haqidagi ma'lumotlarimiz xalqimizga ochiq, oshkora va ularni tasavvurida deputatlar haqida ijobiy fikr uyg'otishga hissa qo'ysa, albatta men tayyorman va kun tartibim juda ham tig'iz. Jonli yetishib olishingizga to'g'ri keladi va har doim yonimda hamroh bo'lsangiz, imkon qadar yoritib beraman. Xo'p bo'ladi. Unda biz faoliyatingizga xalaqit bermagan holda kun davomida sizga hamroh bo'lamiz. Xo'p. Demak, bugungi qahramonimiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Sevara Ubaydullayeva. Ubaydullayeva Sevara Abdullayevna Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan deputat etib saylangan. Palataning Mehnat, Sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo'mitasi a'zosi. Qahramonimiz 1975-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy, tibbiyot fanlari doktori, dotsent. 1998-yilda Toshkent pediatriya tibbiyot institutini tamomlagan bo'lib, mutaxassisligi pediatr shifokor. Mehnat faoliyatini 1998-yilda Toshkent pediatriya tibbiyot instituti klinikasi birinchi bolalar bo'limi shifokor interni sifatida boshlab, uzoq yillar davomida xalqimizga xizmat qilib kelmoqda. Koronavirus pandemiyasi davrida COVID-19 ga qarshi kurashish shtabi a'zosi sifatida murakkab va sinovli kunlarda xalqimiz salomatligini himoya qilishga katta hissa qo'shgan. Deputatimizning yurt oldidagi xizmatlari munosib e'tirof etilib, 2021-yilda 2-darajali salomatlik ordeni bilan taqdirlangan. Qahramonimiz 2 nafar farzandning mehribon onasi hamda 2 nafar nabiraning buvisi. Har bir deputatning kuni reja asosida boshlanadi, chunki kun davomida uchrashuvlar, murojaatlar va muhim qarorlar kutmoqda. Sevara Ubaydullayeva uchun ham bugungi kun odatdagidek erta boshlandi. Har kun ishni xonada hujjatlarni bir o'rganib chiqish bilan boshlayman. Deputatimiz bir qator muhim hujjatlar bilan tanishib chiqishlari va hali yakuniga yetmagan masalalarni ko'rib, tartibga solib olishlari zarurligini aytdilar. Shu sababli biz va'da qilganimizdek, ish jarayonlariga mutlaqo xalaqit bermagan holda ularni kuzatdik. Hujjatlarni hammasini o'rganib oldim. Telefonda ham muloqot qilib, muammoni hal qilib oldim. Voy, vaqt bo'lib qolibdi. Hozir yalpi majlisimiz bor. Kech qolamiz majlisga. Mana bugungi kunimizda eng muhim bo'lgan barcha deputatlarimizni asosiy vazifasi bo'lib
olib boradigan qonunlarni muhokamasi, xalq manfaatini va saylovchilarimizni bergan taklif tavsiyalarini himoya qilgan holda bahs munozara o'tkaziladigan yalpi majlisimizga kelmoqdamiz va u boshlanish arafasida. Parlament mamlakat taqdiriga daxldor qarorlar qabul qilinadigan maskan. Bu yerda har bir kun yangi muhokamalar, yangi tashabbuslar va muhim qarorlar bilan boshlanadi. Qonunchilik palatasining yalpi majlisi deputatlar faoliyatining eng mas'uliyatli pallasi. Chunki aynan shu yerda qonun loyihalari muhokama qilinadi, takliflar bildiriladi va mamlakat hayotiga ta'sir ko'rsatadigan qarorlar qabul qilinadi. Bugun ham deputatlar parlament binosida jam bo'lishdi. Kun tartibida esa bir qator muhim masalalar. Har bir qonun loyihasi ortida odamlar hayoti, jamiyat manfaati turibdi. Deputat uchun bu oddiy ish kuni emas. Bu saylovchilar ishonchini oqlash, ularning muammolariga yechim topish yo'lidagi mas'uliyatli vazifa. Yalpi majlisida qabul qilinayotgan har bir qaror esa mamlakat taraqqiyotiga xizmat qilishi kerak. Haqiqatan ham bugungi yalpi majlisda alohida to'xtalib o'tishga arzirli qonun loyihalari muhokama qilindi. Albatta. Marhamat. Juda ham jiddiy qonunlarni ko'rdik. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, deputatlarimiz juda kuchli e'tiroz bergan qonunlar ham bo'ldi. Albatta buni barchasi har bir fraksiyadan saylangan deputatlarning, saylovchilarni o'sha manfaati, xalqimizni misol uchun o'sha kutayotgan bizdan taklif, tavsiyalariga qaratilgan holda va xalqimizni manfaatini himoya qiladigan takliflar ko'tarildi. Tushunarli. Sevara opa, keyingi manzilimiz qayer? Sizni yelkangizdagi mas'uliyat endi qay tomon chorlayapti? Hammamiz hududlarga chiqib ketamiz va hududlarda albatta biz saylangan hududimizdagi o'sha fuqarolarning muammosini eshitish, yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazamiz va albatta deputatlik kengashlarida dolzarb bo'lgan ijtimoiy soha sog'liqni saqlashga oid bo'lgan masalalarni o'rganish bo'yicha rejalarimizni amalga oshiramiz. Demak, keyingi manzilimiz Toshkent pediatriya tibbiyot institutining klinikasi bo'lgan, hozirgi kunda Toshkent tibbiyot universiteti qoshiga huzuriga o'tkazilgan klinikada bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat, u yerdagi muammolarni o'rganish uchun shu yerga yo'l olamiz. Manzilga ham yetib keldik. Shuni aytmoqchi edimki, odatda boradigan joylarga hech ham ogohlantirishsiz kelaman. Yalpi majlisdan so'ng aytganimdek, Toshkent tibbiyot universitetining bolalarga moslashtirilgan klinikasiga biz yetib keldik. Albatta bu yerdagi faoliyat, fuqarolarning bahramandligi, ularda qandaydir muammolar bor yo'qligini o'rganishni boshlaymiz. Hozir universitet birlashgandan keyin alohida bolalarga qaratilgan yo'nalishda kadrlar amaliyoti sizni bazangizda. Bizani bazada. Mana hamma sharoitlar bormi, shuni o'rgangani keldik deb biza. Hozir nima muammo bor, nima yordam beraylik, qanday qulaylik. Bizning asosiy vazifamiz xalq bilan birga yurish, muammolarni aniqlash va yordam berish. Klinika haqida dastlabki taassurotlar ijobiy bo'lsa-da, tibbiyot sohasida olib borilayotgan islohotlar va yangilanish jarayonlaridan yaxshigina xabardor bo'lgan deputatimizning e'tiborini klinikada bundan 10 yil avval yangilangan, bugungi kunda esa yanada zamonaviy va samarador muqobillarga ega ayrim tibbiy uskunalar tortdi. 2016-yilda kelgan. Hozirgi kunda bunaqa nima deydi, apparaturalarni yangi zamonaviy kompyuterlashtirilgan anulari chiqib ketgan. Ulardan hozir bu yerda ehtiyoji mavjud ekanda, kompyuterlashtirilgan, lekin hozirgi texnologiyasi va imkoniyati ko'proq bo'lgan apparaturalarga almashtirsa ham maqsadga muvofiq ekan. Lekin shunda ham ta'mir talab ekan. Bu narsani o'rganamiz. Bu apparat 2016-yil olingan. 10 yil bo'ldi. 10 yil bo'ldi. Apparat bor edi. Nechtadan bemor o'tdi? Bir kunning o'zida mana mana shu yerda yozilgan. Uje 4 kun buzildi. 4 kun bo'ldi buzilganiga. Mana chisloni ko'ramiz. Kech paytda o'zida mana 90 102. Bu 12 ta, bu kech payt soat 12 birdan, 8 birdan ertalabgacha kelgan kasallarni ko'rsak, o'sha 10-15 ta kech paytda o'zida. Tunguni, bu faqat shu aholi tinchigandan keyin. Kunduzgida o'sha 100 tadan ko'p. Ya'ni bu 100 tadan ko'p. Nagruzka, ya'ni yuklama juda ko'p. Bu hozir o'zi torta olmayapti. Bunga yordamchi kerak. Kelayotgan oqim bu juda ham katta respublika darajasidagi markaz bo'lgandan keyin. Uzi apparat
o'zi yaxshi, lekin ko'p ishlatiladigan narsamiz datchiklari vaqt o'tishi bilan o'zini ekspluatatsiya vaqti bor. 3 yilgacha, 3 yildan keyin o'sha u srokdan ketadi и datchik ichiga havo kirib qolgani hisobiga u shunaqa bo'ladi. Mana bunaqa liniyani ko'ryapsizmi? Ishimiz sifatsiz. To'g'ri, bu ham bir tashxis qo'yishda qiyinchilik tug'diradi, to'g'rimi? Bir vaqtlar ushbu dargohda shifokor yordamchisi sifatida faoliyat yuritgan qahramonimiz bugun mutlaqo boshqa mas'uliyat bilan klinikani ko'zdan kechirmoqda. Hozirgi kunda bu yerda davolanayotgan har bir bola taqdiri oldida chuqur javobgarlikni his etgan holda ular nafaqat deputat, balki befarq bo'lmagan shifokor sifatida ham jarayonga yondoshmoqdalar. Ayni damda Sevara Abdullayevna bemor bolalarni ko'zdan kechiryaptilar. Men xalaqit bermaslik uchun tashqariga chiqdim va ularni nafaqat tibbiy yordam, balki ruhiy dalda ham berib bolalarni va ota-onalarni kayfiyatlarini ko'tarmoqdalar. Sog' bo'linglar, biror yordam kerak bo'lsa tuzalib keting jonim. Shifokor bo'lasizmi? Malades, men kutaman. Shifokor bo'ling. Rahmat. Rahmat. Uzoq manzildan bemor farzandini olib kelgan ona deputatning e'tiborini tortdi. Deputatimiz fuqaroga kelgusida turli muammolarga duch kelmasligi uchun tibbiy xizmatdan foydalanish tartiblari, mavjud imtiyoz va kafolatlar haqida huquqiy maslahatlar berdilar. Bu yerda o'rganishimiz yakunladik. Keyingi bosqich bizni Toshkent tibbiyot universitetining pediatriya fakulteti talabalari kutmoqda. Shu yerga yo'l olamiz. Bahorligiga qaramasdan ertalab quyosh edi, yomg'ir yog'ib ketganini qarang. Bu tadbir rejamda yo'q edi, lekin talabalar ishtiyoq bildirib, xohish bildirib birga ko'rishaylik deyishgani uchun bugun biz talabalar oldiga uchrashuvga kelmoqdamiz. Universitet ostonasidan qadam qo'yar ekan qahramonimizni talabalik yillarining iliq va unutilmas xotiralari qarshi oldi. Ana shu tuyg'ular og'ushida ular ustozlarini chuqur hurmat va minnatdorlik bilan yod etish maqsadida universitet muzeyiga yo'l oldilar. Albatta, bu universitet aynan shu dargohga kelganda talabalik yillar bilan birga faoliyat yuritgan yillarim ham esimga tushadi. Yoshlar masalasiga qaratilayotgan yuksak e'tiborni bugun hech kim inkor eta olmaydi. Zero ertangi kun egalari bo'lgan navqiron avlod bilan muloqot qilish, ularning fikr va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifalardan biridir. Shu ma'noda deputatimiz ham talaba yoshlarning deputat va yoshlar uchrashuvini tashkil etish borasidagi takliflariga befarq qolmadilar. Birgalikda hamkorlik qilaylik, birgalikda qo'llab-quvvatlaylik. Bu yerda ishlab ketib, shu darajaga yetib, ma'lum bir yoshga yetib, biz bilim ko'nikmalarimiz bilan sizlarni yo'naltirib, siz ham vaqti kelganda bizga o'xshab deputatlar bo'lib, xalqimiz uchun foyda tegadigan ishlarni olib borishingizda hissa qo'shaylik degan umidda keldik. Uchrashuv davomida esa rasmiy ma'ruzalarni chetga surib, talabalar bilan ochiq va samimiy suhbat olib bordilar. Talabalarning savollarini eshitib, men ham deputatimizning mehnat faoliyatlari davomidagi eng tahlikali davri haqida savol berishga qaror qildim. Sevara opa, mana ko'rdik, talabalar sizni faoliyatingiz, aynan shifokorlik faoliyatingiz haqida ko'p savollar berishdi. Men ham sizni shifokorlik faoliyatingizdagi eng qiyin davrlardan biriga to'xtalmoqchiman, ya'ni COVID-19 davrlariga. Bu nafaqat siz uchun, balki butun yurtdoshlarimiz uchun ham qiyin davrlar bo'lgan. Hamma uyida, karantinda, xavfsizlikda o'tirgan bir paytda shifokorlar, shu bilan birgalikda siz ham oldi qatorlarda virus bilan yuzma-yuz kurashgansizlar. O'sha davrlarda sizda qo'rquv, xavotir bo'lmaganmi? Covid davri hamma uchun qo'rquvli davr edi. Ayniqsa biz shifokorlar birinchi davrda bo'ynimizdagi mas'uliyat fuqarolarga yordam berish. Lekin aynan bu qanday kasallik haqida ma'lumotni qidirib topish qanchalik qiyin edi. Ko'pgina tibbiyot xodimlarimizni shu davrda yo'qotdik. O'zini, xalqini sog'lig'i uchun fido qilgan shifokorlar ham bo'ldi. Aslida bu yerga navbatdan tashqari keldik. Rejamizda biz oilaviy poliklinikaga borib va u yerda bizni kutayotgan murojaat qilgan fuqarolarimiz bor. Ularning oldiga boramiz. Ayni damda biz Mirzo Ulug'bek tumanidagi 8-oilaviy poliklinikaga yetib keldik. Mana endi poliklinika faoliyati bilan o'rganamiz. Hop, sog'lom ovqatlanish kun. Meni juda ham xursand qildi bu masala, chunki sog'lom turmush tarzi bu insonni hayotini, umrini uzaytiradigan,
kasalliklarni oldini oladigan va uzoq vaqt baxtli hayot kechirishga imkon beradigan narsa-da. Aholi hattoki bolalariga уже kelib tushuntirib ketishyapti-da. Mana ko'ryapsizlarmi, mana shu yerda уже ko'rsatib qo'yishgan, nima mumkin, nima mumkin emas. Oilaviy poliklinikalar sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bo'g'ini bo'lib, aholi salomatligini saqlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababdan deputatimiz ushbu poliklinika sharoitlarini ko'zdan kechirib, ayni vaqtda qabul qilinayotgan qonun loyihalariga shifokorlarning taklif va fikrlarini o'rgandilar. Hozir endi poliklinikani qisman o'rgandik. Aniqlandiki, uyda yotuvli bir bemorimiz bor. Borib bir holatlardan o'rganib xabar olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Deputatimiz bilan ushbu tumandagi ijtimoiy himoya va doimiy tibbiy yordamga muhtoj bo'lgan fuqaroni ziyorat qilishga yo'l oldik. Qahramonimiz vaqtdan samarali foydalanish maqsadida yo'l-yo'lakay poliklinika shifokoriga savollar bilan yuzlandilar. Bu ayol poliomiyelit o'tkazgandan keyingi nogironlik, yoshligidan nogiron, bolalikdan nogiron. Ikkita oyog'ini pastki qismida muskul пораженияsi bilan yura olmaydi. Uy sharoitida ambulator tibbiy ko'riklardan 10 kiramiz o'tib ketdik. Endi qarang, o'shanda bularga ijtimoiy agentlikdan yordam ko'rsatiladi, to'g'rimi? Ha, bular ham yakka yolg'izga kiradilar. Turmushga chiqmaganlar bir o'zlari. Ijtimoiy agentlik tarafdan bularga o'zi qarashga odam qo'yilgan. Reabilitatsiyadan dori-darmon ajratiladi. Bularda har oyda patronaj hamshiramiz kelib ularni tarqatib ketadi, berib ketadi. Juda yaxshi. Manzilga yetib keldik va Lyubov Mixaylovnadan xonadonlariga kirish uchun ruxsat so'rab, deputatimiz ular bilan suhbat qilishga shoshildilar. Lyubov Mixaylovna. Проходите. Да. Идите туда. Lyubov Mixaylovna bolaligida yuqtirib olgan poliomiyelit virusli kasalligidan qolgan asoratlar tufayli yurishga qiynalsa-da, ko'proq harakat qilishni yoqtirishi haqida va o'tirgandan ko'ra tik holda suhbatlashish qulayroq ekanligini aytib o'tdilar. Shu sababli deputatimiz suhbatni tik turgan holda davom ettirdilar. Когда я была, тогда не было ничего такого против. Да, это вакцины сейчас, не говорится, было. Уже А сейчас пошли. Да. Вот. А тогда не было. Нет, что вы. Если вы разрешите, я одну вещь скажу здесь, чтобы кто увидит это видео, чтобы на сегодняшний день среди молодых мамаш много отказов от вакцинации. Вы сами что порекомендуете? Вот такую болезнь вы перенесли, а на сегодняшний день есть вакцина. Почему они отказываются? Что вы порекомендовали им? Почему они отказываются, но они это очень зря делают, потому что для них это кажется, как говорится, ерунда. А когда ребенок, как говорится, уже перенес вот эту болезнь, и потом всю жизнь от этого страдает, вот. Я, например, не могу, как говорится, свою маму, как говорится, в этом обвинить. Не было вакцины. Не было вакцины. Да. Но сейчас отказаться от такой вакцины, это просто грех. Да. Это просто Спасибо вам. Не жалеть надо ребенка своего, чтобы вот так сделать. У меня единственное, что, кажется, я хотела бы попросить вас, знаешь, у меня сильно зрение упало. Все. Очень сильно. Все. Врач мне сказал, что у меня катаракта. Вот. Я поехать не могу, чтобы делать операцию. Вот как-то можно мне помочь, чтобы на дому мне как-то помогли с этим делом, потому что у меня все, я же говорю, я все сделаю сама, но из-за зрения мне стало тяжело. Я вас поняла. Давайте я сейчас поговорю. Lyubov Mixaylovnaning ko'rish qobiliyati yomonlashgan. Shifokorlar tomonidan katarakta tashxisi qo'yilgan va operatsiya qilinishi zarurligi aytilgan. Biroq harakatlanishlarida muammolar bo'lgani bois ular operatsiyaga borishda qiyinchiliklarga duch kelayotganlarini aytib, deputatimizga murojaat qildilar. Onaxonning murojaatini e'tiborsiz qoldirmagan deputat muammoni hal etish maqsadida darhol mas'ul mutasaddilar bilan telefon orqali bog'landilar. Biz hozir deputatlar xonadonlarda yurib fuqarolarni muammosini o'rganayotgan edik. O'sha muammoni o'rganish jarayonida bir onaxonga keluvdik. Yoshlari juda katta, poliomielitdan asorat bo'lib, harakatlari sal cheklangan. Bularga poliklinikadagi oftalmologlar katarakta qo'yayotgan ekan. Toshkent shahrida yashaydilar. Bularni olib kelishni tashkillashtirsak, bularga yordam ko'rsata olamizmi? Order kiritib kelisam ko'ramiz, agar kerak bo'lgan bo'lsa order qilib operatsiya qilib beramiz, muammosi yo'q. Bo'lmasa biz o'sha olib borish bo'yicha mobil brigadalarni tashkil qilib, vaqtini belgilab, siz bilan maslahatlashib tursak bo'ladi.
Bemalol, Sevara opa, bemalol. Rahmat kattakon Otabek aka. Men yana chiqaman sizga hozir bular ma'lumotlarni olib. Bo'lmasa ruxsat bersangiz hozir o'zbekcha davom ettiraman, maylimi? Mayli. Qarang, biz bular bilan hozir kontaktlaringizni olaman, istoriyangizni olaman, avtomobillik zapisini, mobil brigadani tashkillashtiramiz. Bular bilan gaplashib, rejaga qo'ydiramiz. Shahar o'sha ko'z kasalliklarida hammasini sizga beziyon bo'lgan tarzda men telefonda bog'lanib turib shu narsani yechamiz. Vaqtini belgilatib olib borib olib kelishadi. Fuqaroning murojaati qisqa fursatda ijobiy yechim topdi. Deputatimiz Lyubov Mixaylovna to'liq sog'ayib ketmaguniga qadar jarayonni va barcha kerakli shart-sharoitlar yaratilishini shaxsan nazorat qilishlarini aytib o'tdilar. Shundan so'ng oldinda turgan navbatdagi vazifalar sari yo'l olindi. Mana fuqaroni ham muammosini yechildi. Xudo xolasa oxiriga yetkazib, bilan dardiga shifo topishga harakat qilamiz. Endi esa keyingi borar joyimiz Respublika onkologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida bolalar onkologiya bo'limi. Shu yerda ham og'ir shu onkologiyaga uchragan bolalarni holatini o'rganishga boramiz. Prezidentimizning onkologik, gematologik va immunologik kasalliklarga chalingan bolalarga tibbiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosini o'rganish maqsadida deputatimiz Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markaziga keldi. Hozirgi kunda markazimizda diagnostika bo'limini hammasi 100% ishlaydi. Ya'ni o'sha 4-darajadagi klinika dunyoda nima qilsa, o'sha bizda amalga oshiriladi. Markazda respublikamizda birinchi marta 70 o'rinli ambulator kimyoterapiya bo'limi ochilgan. Bo'lim Yevropa va AQShning yetakchi xorijiy markazlari standartlari asosida jihozlangan. Bizlarda bu yadro tibbiyoti bo'limimiz dunyo standartlariga mo'ljallangan holatda ta'mirlandi va apparatlar bilan jihozlandik. Deputat ushbu markazda aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar, fuqarolar murojaatlari bilan ishlash amaliyoti va davolash jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Shu bilan birga markazda tashkil etilgan bolalar onkologiyasi bo'limi faoliyati, jarrohlik amaliyotlaridan keyingi bemorlar holati hamda reabilitatsiya jarayonlari o'rganildi. Ruxsat bersangiz bemor bilan gaplashsam maylimi? Chunki sizni gapirayotgan yutuqlaringiz bu bir tomon bemorlarda. Ismingizni qaytarib boring, bolam. Yoturing, qanday sizga qancha bo'ldi operatsiya bo'lganiga aytsammi? Men oldin ham 2 marta operatsiya bo'lganman. O operatsiyalarimdan so'ng ham og'riqlar bo'lib turardi. Keyin men bu og'riqlarga o'sha chidolmasdan Tojiddin Qurbonovga murojaat qildim. Tojiddin Qurbonovich o'zlari yaxshilab operatsiya qildi-da, undan so'ng hech qanaqa og'riqlar bo'lmadi. O'zingizni his qilishingiz qanaqa? Juda ham a'lo. Va ko'z tegmasin. Sog'ayib keting, bolam. Sog' bo'ling. Выздоравливайте. Если какие-то трудности или эти, вы можете оставить отзыв хоть бы письменно. Мы всегда будем сотрудничать. Спасибо. Tashrif davomida shifokorlar va bemorlar bilan muloqot o'tkazilib, onkologiya markazi mutaxassislari bilan hududlarda amaliy tibbiy yordam ko'rsatish, ilg'or tajribalarni joylarga tatbiq etish yuzasidan fikr almashildi. Mana bolalar onkologiyasi sohasini ham chuqur tahlil qildik. Kech bo'pti-yu, lekin baribir maktabga borib o'rganmasak bo'lmaydi, chunki maktabdan murojaat tushgandi. Shu yerga albatta borishimiz kerak. Maktab bilim va ma'rifat maskani, jamiyat taraqqiyotining mustahkam poydevoridir. Aynan shu sababli ta'lim muassasalariga oid har qanday murojaat alohida e'tibor va tezkor yondashuvni talab etadi. Mirzo Ulug'bek tumanidagi 112-maktab yuzasidan deputat nomiga kelib tushgan murojaat ham ortga surib bo'lmas masala sifatida baholandi. Albatta bu maktabga stadion kerakligi haqida ham murojaatda ko'rsatilgandi. Bu maktabda ta'miri va stadion va atroflari o'ralish kerakligi haqida murojaat tushgan edi. Mazkur ta'lim maskanida o'quvchilarning sport bilan muntazam va xavfsiz shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yetarli darajada yaratilmaganiga guvoh bo'ldik. Bundan ham tashvishlisi, maktab hududining ayrim qismlari bolalar xavfsizligi nuqtai nazaridan talab darajasiga javob bermaydi. Kirish ostonasida boshlangan. Da, biz syomka qildik. Maydonlarimiz. Endi bu yerda tahsil olayotgan bolalar bunaqa xavf ostida bo'ladigan bo'lsa, demak ishlashimiz kerak. Maktabning tashqi tomonidan kamchiliklarni ko'zdan kechirganimizdan so'ng vaziyatni to'liq o'rganish maqsadida deputatimiz izlaridan bino ichkarisiga yo'l oldik. Mana bu xavfli degan joyimiz shu yerdan boshlanadi.
Ichki qism ham yetarlicha muammolarga ega ekanligi ayon bo'ldi. Ayrim sinfxonalar va yo'laklar ta'mirtalab holatda. Hozir bunda o'rganib turib, bu maktabni borligini bilardim, lekin bunchalik holatga tushib qolgani. Albatta kelishgan, o'rganishgan, lekin nega bugungi kunda bu maktab o'sha qarorga kiritilsa-yu, uni ijrosi yo'q. Bunday maktablarni biz albatta qaytadan qurishga ham berishimiz kerak yoki rekonstruksiya qilib barcha muammolarning yechimini topishimiz kerak. Bilmadim nima uchun mutasaddi xodimlar tomonidan hali hanuzgacha bu maktabga e'tibor qaratilmagan. O'qituvchilar bilan suhbat davomida esa yanada tashvishli ma'lumotlarga duch keldik. Ularning aytishicha, o'quvchilar hayotiga xavf tug'dirishi mumkin bo'lgan noxush vaziyatlar ham kuzatilgan. Dars paytida bir kun mana shu naryad tomonidan loppa deb devor tushib ketdim o'rtadan. Devor tushib ketdi, dars paytida bo'lib qoldi. Yana shu o'quvchilarimiz yo'q edi. Shunday holatki, bugungi mana kelganimiz ham yaxshi bo'libdi bu maktabga. Bunday obyektlarni u yerda yoki bu yerda e'tiborsiz bo'lib qolib ketishi, menimcha bu islohotlarga ozgina to'siq bildiradi. Har safar biz deputatlar joylarga borib, ijtimoiy obyektlardagi muammoning og'irligini, xavf darajasini chuqur tahlil qilib, bu obyektlarni kerak bo'lsa boshqa obyekt o'rniga bu muhimroqligini isbotlab berishimiz kerak deb hisoblayman. Aynan mana shu muammolarni yechimlarini biz kutib qolamiz. Montaj jarayonlarimiz tugagunga qadar va lekin shu joyda sizni to'xtataman, uzr. Bu o'rgandik, aniqladik. Endi kuchli jarayon boshlanadi. Endi bularga yordam berish uchun kerakli vazirlik idoralariga qayta borib bo'lsa ham bizni shu bolalarimiz uchun, fuqarolarimiz uchun kerak bo'lgan ijtimoiy obyektlarni sharoitini yaxshilash uchun hissamizni qo'shishga harakat qilamiz. Mazkur masalani yon daftariga muhrlagan deputatimiz darhol tegishli tashkilotlarga murojaat qilishlarini bildirdilar. Bu orada montaj jarayonlarimiz yakuniga yetgunga qadar ularga javob xati kelishga ham ulgurdi. Xatda Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi, Toshkent shahar hokimligi bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek tumanidagi 112-sonli umumta'lim maktabini mukammal ta'mirlash masalasini obyektning ustuvorligini inobatga olib, darhol ko'rib chiqishini ma'lum qilishgan. Kun yakuniga yetar ekan, qahramonimiz rejalashtirilgan barcha uchrashuvlarga va saylovchilardan kelib tushgan murojaatlarni atroflicha o'rganishga ulgurdilar. Joylarda mavjud muammolarni ko'zdan kechirib, ularga amaliy yechimlar topish masalasiga alohida e'tibor qaratdilar. So'nggi manzildagi o'rganishlar yakunlangach, deputatimiz bilan samimiy xayrlashdik. Deputatlik bu faqat lavozim emas, bu odamlar ishonchini oqlash mas'uliyatidir. Sevara Ubaydullayeva uchun ham bu ish saylovchilar dardini eshitish va yechim topish yo'ldagi xizmatdir. Chunki har bir murojaat ortida inson taqdiri turadi. Deputat bilan bir kun loyihasining yana bir soni o'z yakuniga yetdi. Bugun kameramiz markazida Qonunchilik palatasiga O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasidan saylangan deputat Sevara Ubaydullayeva bo'ldilar. Deputat bo'lish bu xalq dardi bilan yashash demakdir. Biz esa deputatlarimizga hamroh bo'lishda davom etamiz.